Sizlar o'zingizni ayolingizga o'z shahvatingizni qondirishlik maqsadida kelishingizda ham sadaqa bor deyapti. Subhanalloh. Inson o'z ayoliga halol, juft halol ana shunga kelishligini o'zida sadaqa bor dedi. Shunda bir kishi turdi, "Ya Rasululloh, qanaqa qilib? Bu o'zimizni, nafsimizni o'ldirish uchun ayolimizga kelsak, qanaqa qilib bu sadaqa bo'lib savob yoziladi?" degan edi. Aytdiki payg'ambar alayhisalom, agar sen shu ishni bir haromga ishlatganingda, zino qilganingda, buzuqlik qilganingda gunoh bo'larmidi dedi. Ha, gunoh bo'lardi. Demak, sen halolga ishlatding, o'z ayolingga, jufting bilan kifoyalanyapsan, shuni o'zida senga savob bitilyapti, sadaqa bo'lyapti dedi. Ajr, subhanalloh, qarang. Xoli emas ekan mana shu narsalardan shuncha nimalar. Alloh subhanahu va taolo bizga ko'p yaxshiliklarni bitib